Bu videoyimizda ikkita farzandi bor, lekin mashina olaymikin yoki mototsikl yaxshimi deb o'ylayotgan mijozlarimiz uchun foydali bo'ladi. Sababi bu yerda ozgina farqi bo'ladi. Bu model tanlayotganingizda sababi mashinani 1 yoshdan boshlab bemalol foydalansanglar bo'ladi. 90% mashina 1 yoshli bolalarga mos keladi, lekin mototsiklda unaqa emas. Mototsiklni tanlayotganingizda farzandinglar 3 yosh yoki undan katta bo'lgani ma'qul. Sababi bunda puliti bo'lmaydi. Keyin haydovchining joyi, asosiy joyi bo'tga bolalarni o'tkazganingizda oyog'i tormozgacha yetish kerak, qo'li gazgacha yetish kerak bo'ladi. Buni gazi qo'lda bo'ladi, tormozi oyoqda bo'ladi. Lekin buni ustunlik tomoni ham bo'ladi. 3 yoshdan boshlab foydalanish mumkin, lekin shu tomondan 8 yosh bola ham bu yerda bemalol uchadi. Ko'p mashinalarga 8 yoshli bolani o'tkazib qo'ysanglar, kichkina gap qoladi yoki bola tiqilib qoladi. Ayniqsa bolani tizzasi mashina salonidagi o'sha qismiga tegib qoladi. Bu yerda unaqa emas, atrofi yopilmagan. Faqat mana bu yo'lkasida 1 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. Bu joyi 3 yoshdan 8 yoshgacha bemalol foydalanasizlar. Yuk olishi 60-70 kilogacha bemalol yuk ola oladi. Tashqi dizayni ham anchagina katta qilib ishlangan. Balonli yumshoq balon, oldi fari o'chib yonadi. Sidiniya ikkala sidiniya ham kojini, bunisi ham kojini qilib ishlangan hamda bu yerda kichkinagina bagaji ham mavjud. Motosiklimizning bagaji, orqa tomondan dizayni. Bu yerda fleshka o'qiydi, xilma xil muzikalar qo'ysanglar bo'ladi, zaryadka foizini ko'rsatadi. Gazi, tormozi. Xo'p, tinmasdan haydasa 1,5-2 soat ketadi. Dam olib uchadigan bo'lsa, kun davomida ham zaryadkasi yetishi mumkin. U farzandinglarni qancha uchishiga bog'liq. Summasiga keladigan bo'lsa, ushbu modelimizda 2,4 million so'm dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Dastavka xizmatimizda yashaydigan viloyatinglarni tumanini sentrigacha mutlaqo bepul. O'sha yerdan o'zingizlar olsanglar bo'ldi. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar hamda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham foydali videolar hali oldinda.